Keling, assalomu alaykum Obidjon. Assalomu alaykum Shukur aka, sog'lik yaxshimisiz, charchamasizlar. Obidjonni ko'rmaysiz, nima bo'ldi? Men bor o'zir akajon tanduriyda uxlab qolman kecha Qozon tepasida, endi turib keldim. Keling Obidjon, assalomu hurmatli tomoshabinlar, men Obidjon oshpazman. Bugun sizlarga chiroyli bir taom tayyorlab beraman. Obidjon, bugun nima taom tayyorlab berasiz? Bizdagi mana qozonimiz tayyor, masalalar tayyor. Masalalarni tanishtirib o'ting. Shukur aka, bugun sizlarga golubtsi qilib beraman. Bolg'ar qalampiridan hamda karamdan qo'y go'shtini qo'lda to'rab. Masalalar karam, bolg'ar qalampiri, qo'y go'shti hamda piyoz. Mana shularni hammasini birgalikda qo'lda to'rab turib golubtsi qilamiz. Endi golubtsini qilish juda qiyin desagan bo'ladi, sababiki golubtsini o'rash kerak, xuddi qiz bilan o'ragandek golubtsini ham karamni chiroyli qilib o'rash kerak o'rtoqlar. Uning ustiga mana bolg'ar qalampiri bor. Bolg'ar qalampiri ichini tozalab, uniga qiymani tiqish kerak va undan keyin biz sekin mana qovurib, qozonda qovurib, mana qozonimiz ham tayyor, yog'larimiz ham quyilgan, yog' qizib turibdi hozir, mana juda ham qizigan yog'. Uxtik qozon ham issiq. Hozir hammasini sekin-sekin tayyorlaymiz. Bugun biz nonushtaga golubtsi. Hurmatli qizlar, bugun golubtsi bo'ladi. Yaxshi ko'rdingizmi? Rahmat Mirzaxon, tuzimisiz? Sog'lik yaxshimi? Charchamasdan, tinchmisiz? Rahmat.